Assalomu alaykum. Men Sharqona School hamda Sharqona atelier asoschisi Muqaddas Komilova bo'laman. Bugungi dars mavzumiz sizlar bilan flizerin va dublerin haqida. Nima uchun bizga dublerin kerak va nima uchun flizerin? Ikkalasidan bir-birini farqlari. Aynan flizerin ishlatganimizda nima bo'ladi, dublerin ishlatganimizda nima bo'ladi? Keling, bularning farqlari va nimalarda ishlatilishi kerak. Bugun shular haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. O'zi aslida muammo juda ham ko'pchiliklar flizerin ishlatadigan joyda dublerin ishlatib qo'yishadi yoki dublerin ishlatadigan joyda juda ham ko'p holatlarda flizerin ishlatib qo'yishadi. Ba'zilar esa umuman ishlatiladigan dublerin yoki flizerin ishlatiladigan joyda umuman na flizerin na dublerin ishlatishadi. Keling, hozir bularning farqlarini ko'ramiz. Juda ham ko'p o'quvchilarimiz, ya'ni tikuvchilikni endi boshlaganlar yoki tikuvchilik kasbini o'sha egallaganlar mana shu flizerin yoki dubleringa ishi tushadi. Har bitta tikkan matolarini, tikkan kiyimlarini juda ham ko'pchiliklarda detallarida forma chiqarish uchun, biron joyini qotirib ishlatish uchun, poyezlarini, manjetlarini, yoqalarini, formalarini chiqarish uchun biz flizerin yoki dublerindan ishlatamiz. Qaysi birini ishlatganimiz qulayroq? Juda ham ko'pchiliklar flizerin ishlatishadi. Keling, hozir nimalarda flizerin, nimalarda dublerin ishlatadi, mana shularni aytib o'taman. Bizda flizerin bizda oddiy tolalardan tashkil topadi. Bu mato emas, tolalarning birikmasidan tashkil topib to'qiladi bu. Buni orasida ipi bor. Nimagaki ipni qilgani maqsad tez so'tilib, kesilib ketmasligi. Mana hozir mana bo'yiga qo'ysam, flizerinni mana bundoq tortsam tez yirtiladi. Eniga unchalik tez yirta olmayman, chunki mana buni bo'ylamasiga, orasiga tolalarning oralariga iplarni qo'yib biriktirib mana shunaqa flizerin hosil qilgan. Flizerinni narxi dublerindan arzonroq, shuning uchun ko'pchilik flizerin ishlab chiqaradi. Arzon, ko'p ob'yomga tikadigan kiyimlarda, yoqa, cho'ntaklarda, klapanlarni, formalarni ushlab turadigan joylarda flizerindan foydalanishadi. Endi aynan mana shu joylarda siz individualniy pashuf qilganingizda, yaxshiroq, sifatliroq lyuks obrabotkalar bilan libos chiqarganingizda, mana shu flizerinni o'rniga biz dublerin ishlatamiz. Flizerin bilan dublerinning farqi nimada? Flizerinimiz biz tolalardan tashkil topib, bularning birlashmasidan flizerin hosil bo'ladi. Bu bitta yuvgandan keyin kley ko'chib ketib, yirtiladi, sifati buziladi, unchalik ko'pga yetmaydi. Dublerinlarimiz esa mato, ya'ni yelimli mato hisoblanib, har xil turdagi qalinliklari mavjud. Bular tanda hamda arqoq iplardan tashkil topib to'qiladi. Bir tarafi yelim qilinadi. Yelimli tomonini bundoq ushlab ko'rsangiz, o'zi qo'lingizga g'idir-bidir bo'lib turgan tarafi bizda yelim surilgan tarafi bo'ladi. Mana shu tarafini matoni ustiga, kerakli detalni ustiga qo'yib, issiqlik par yordamida, dazmol yordamida biz yopishtiramiz. Aytgancha, tez kunlarda mana onlayn oqshom liboslari kursim start oladi. Bu oqshom liboslari kursimizda ayollar liboslarini standart, nostandart, individual qomatlarga bittada qolib tushadigan andozalarni chiqaramiz va ularni 100 dan ortiq fasonlarga modellashtirib, bichish-tikish texnologiyalari o'rgatiladi. Va eng asosiysi, korsetlarning bir necha xil turlari, astarli kiyimlar, oqshom liboslarini, drapirovka taxlashlar, chashqali korsetlar, klassik korsetlar, maykali korsetlar, baskalar, ukrasheniyalar bilan aynan mana shu kursimda o'rgatiladi. Bu kursimda agar siz ham o'zingizni malakangizni oshirib yoki noldan boshlab oqshom liboslarini o'z qo'llaringiz bilan yaratish istagida bo'lsangiz, mana shu video tagida havola chiqadi. Mana shu silka havola orqali ro'yxatdan o'tib, ism, familiyangiz va telefon raqamingizni kodi bilan yozib qoldirsangiz, kurs boshlanishidan oldin adminlarimiz sizga aloqaga chiqib, kursimiz haqida batafsil ma'lumot berishadi. Aynan mana shu oqshom liboslari kursimizda mana shu dublerin yoki flizerin haqida yana ham batafsil ma'lumot berib o'tganman va bu yerda qayerda qanday korsetni dublerinlar, flizerinlar, oddiy dublerin, shifonoviy dublerinlarni qayerda to'g'ri ishlatsak to'g'ri bo'ladi, bular haqida hammasi haqida batafsil ma'lumot berganman. Buni yopishtirganimizda biz asosan yoqalarimizda, manjetlarimizda, kostyumlarimizni oldi qismlarida, klapanlarimizda, shimlarimiz, yubkalarimiz, poyez qismlarida mana shu ishlatilgan detalimizni tikkanimizda formasini yaxshi ushlab berib turishi uchun, qotib turishi uchun biz dublerin yoki flizerindan foydalanamiz. Flizerinni o'zi oq yoki qora turdagilari bo'ladi ko'proq. Dublerinni ham xuddi shunday oq yoki qora turlari eng ko'p ishlatiladigan asosiy turlari va undan tashqari mana bu xuddi shifonlarimiz, atlaslarimizni turli xil
ranglari bo'lgandek, dublerinning ham xuddi mana shunaqa turli ranglari mavjud. Bularni biz tikayotgan libosimizni, matomizni yupqa qalinligiga va nima tikayotganimizga qarab biz dublerinlarni tanlaymiz qalinlik jihatidan. Mana bu ham dublerin, mana mato, yelimli mato. Buni ham bo'yiga, ham eniga ip bilan, tanda hamda arqoq iplardan tashkil topib to'qilgan. Bu tarafi kley bor. Dublerinlarda kley bir tekis bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ora-orada naqsh gullarga o'xshab ora-orada yelim surilgan bo'lishi ham mumkin. Bu qalinroqlarni palto, kostyumlarda, jaketlarda ishlatamiz. Yupqalarda esa yozgi kiyimlarimizda, yoqalarimizni, manjetlarimizni, poyezlarimizni ushlab turish uchun shifon, krep shifonlarda, kreplarda mana bunday shifonoviy dublerinlardan foydalanamiz. Bularni foydalanganimizda issiqlikda parda dazmol qilamiz, yopishadi. Bular sifati yaxshiroq chem dublerin, flizerindan ko'ra. Dublerinning sifati yaxshiroq. Buni bir necha marotaba kir mashinada yuvsangiz ham, qo'lda yuvsangiz ham kiyimlaringizni buni kley ko'chib ketmaydi. Uzoq muddat sizga xizmat ko'rsatadi. Flizerin esa bu ishlashi kamroq, bunga qaraganda, dubleringa qaraganda flizerinning ishlashi kamroq. Tez sifati buziladi. Yuvganingizda ajrab ketadi. Yoqalardan, yenglardan, klapanlardan, aptachkalardan bu tez kley ko'chib ketadi. Shuning uchun siz lyuks obработка tikmoqchi bo'lsangiz, albatta dublerinlardan foydalaning. Manjetlar, yoqalariga, klapanlarga dublerin qo'yganimizda, albatta uni ikkinchi qavati bo'ladi. Chunki birinchi qavatida yoqamiz bo'lsa, unga orqasiga dublerin yopishtirgan bo'lsak, orqa tarafida dublerin ko'rinib turishi kerak emas. Shuning uchun dublerinni qo'ygandan keyin albatta ikkinchi qavatini bichib, ikki qavatning orasida dublerinni qolishi kerak bo'ladi. Biron bir kiyimga, kostyumlarga masalan orqa tarafi astarli bo'ladi. Nimaga? Cho'ntaklari, choklari yopishtirgan dublerinlarimiz ko'rinmasligi uchun uni orqa tarafini astar qilib yopamiz. Shuning uchun biz sifatli kiyim tikishimiz uchun biz dublerindan foydalanishimiz kerak. Demak, dublerin bizda yelimli mato, tanda hamda arqoq iplardan to'qilgan bo'ladi. Flizerin esa sifati pastroq, arzonroq kiyimlarda ishlatiladi va bu mato emas, bu oddiy tolalardan tashkil topgan flizerin hisoblanadi. Shuning uchun flizerinning o'rniga biz dublerin tanlaganimiz ma'qul. Aytgancha YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. U yerda har hafta sizlar uchun yangi bilimlarim bilan bo'lishib boraman. Sizlar bilan Sharqona o'quv markazi hamda Sharqona atelye asoschisi Muqaddas Komilova bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.